Assalomu alaykum YouTube ahli. O'tgan safar biza videomizda kommentariyaga bir sonini yozib qoldirgan obunachimizni tanlab olib, Dilbarlar bilan bir kun yashattiramiz degandik. Biza obunachimizni tanlab oldik. Obunachimiz Surxondaryodan kelyaptilar hozir yo'lda. Nima deb o'ylaysizlar? Dilbarlar ham Surxondaryodan bilsanglarga obunachimizni vesini kommentariyaga yozib qoldiringlar, necha kiloligini agar topsanglar keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Davay ko'ramiz qanaqa qiziq voqealar bo'lishini video davomida. O'rtoqlar, Dilbarlar bizga bitta qog'oz qilib produktni yozib berdi, yulduz bilan spiska qilib o'shani olishga keldik. Hozir olib turib, keyin birgalikda uyga boramiz. O'rtoqlar, mana Dilbarlarning uyiga keldik. Akamiz bilan Surxondaryodan kelgan akamizni ko'rishingiz mumkin. Vesi nechiligini yozib ketinglar. Hozir mana Yulduz bilan Dilbar chiqib ketdi uydan. Yo, bismillah. Mana. Esna. Assalomu alaykum xola. Tuzukmisiz? Ha. Yo, qilib olaversinlar ishlarni. Dilbar nima gap? Tuzukmiz. Bayramlar bilan. Tuzukmisizlar? Qayerdansiz? Jarqo'rg'on. Biza Termiz. Kim bu yoqqa turib oling? Termiz o'zidan. Termizdan. Salovatdanmi? Savzipaya. Chexlar. Aeroport bor o'shani yonida. O. Tansangiz kerak. Anaqani Hasan degan odam. Taniyman. O'sha men tog'am bo'ladi. Egizagi. Mo'ma. Onam egizagi. Hasan Buzuxi. Mana. Qaysi yillar kelib qoldingiz? O'sha ancha bo'lgan kelganimizga. Yil 20, 15. 2003 kelganmiz. Men hozir armiyada. Siz armiyada bo'lgansiz, biz bir ko'chib kelganimizdan keyin adam bitga rahmatli bo'ldi. Nechanchi yilsiz? 92. 92. Mana des. O'zi mesni. Surxondaryoliklar hurmatli kuzatuvchilarimiz, Surxondaryoliklar o'zi Toshkent shahar Chirchiq shahrida mesni. Mahalla? Qibray mahalla. Qibray mahallasi. Kuzatuvchilarim kuzatishda davom eting. Biz kuzatuvchilarga meni xafaman kuzatuvchilarda. O'lgida xafaman. Sabab? Men bugun botanikka chiqdim-da. Xo'p. Bittasi aytibdi. Uyga o'tirsang bo'lmaydimi? Ha. Xo'p, men uyga o'tiraman. Mana azlar keladi. Xo'p, men uyga o'tiraman. Nima endi bular meni boqqa, men boqqa uyga o'tirishim kerakmi? Ha, yo'q. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Surxondaryolik kuzatuvchilarimiz, biz mana shu singlimizni, jiyanimizni Surxondaryodan Toshkentga ko'chib kelgan hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz Surxondaryoliklarni kuzataylik, bitta like, reaksiya bildirib, ozgina repost qo'yib ketaylik. Qo'ldan kelsa, mana shu singillarga musofir yashayapti. Shularga bir poddeshka qilamiz, ketdi. Dilbarga bering endi. Dila. Dilbar shunda taqib oling. Harom qoraman, keyin ketdi. Ne, buni boqish kerakmi? O'z harakat qilish kerak. Dilbar bilan bitta gaplashgan kerak. Dilbarim mana biz Surxondaryolik bizni jiyan hisoblanadi. Mana Dilbar 5 tashang. Nechanchi yilsiz? 84. 84-yil hurmatli kuzatuvchilar ko'ryapsizlarmi? Yuragini yorib mana shu Chirchiq shahriga kelib yashayapti. Qo'lingizdan keladimi hurmatli kuzatuvchilar? Qo'lingizdan kelmasa bitta kommentariya, bitta repost qo'yib, qo'ldan kelgancha mana singillarimizga poddeshka chiqaylik, to'g'rimi yo'qmi? Jarqo'rg'on, Surxondaryo. Meni linkim Surqash. Zo'rmisizlar, hormaysizlar? Necha yil bo'ldi kelganingizga? 2003. 2003-yil kelibdi hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu yerda o'zi bular mesni. Termiz shahar Salovat qishlog'idan kuzatuvchilarim. Ismingiz Dilbar, 84-yilsiz, ha? Bu yerga kelib maktablarda o'qidingizmi? Yo'q. Maktab o'qimadim. Ali Termiz yubileynik o'qimoqchi edim, tikuvchilik bo'yicha. O'qimadim. Endi o'qiyman degandim. Ha. Dadamimizni bir ayol aldab, bu yoqqa olib keldi aldab. Ha, dadangiz aldab bu yerga olib tashlagan. Dadamni Rashida degan tatar xotin aldaganda. Men 2 yosh pul yo'qaman, tikuvchilikka o'qiyman, keyin hamshirlikka o'qiyman, birin-ketin. Aldab bu yoqqa olib kelgan. Olib kelgan, ha? Ayangiz qayerlik? Ayam Zarabog'dan. Assalomu alaykum, xolajon, yaxshimisiz? Bitingiz tishlab olmayin. Hurmatli kuzatuvchilarim, Surxondaryo kuzatuvchilarim, butun O'zbekiston, butun dunyo kuzatuvchilarim. Mana xolamiz Surxondaryoda tug'ilib, Toshkent shahar Chirchiq shahriga kelib, shu yerda yashab qolib ketgan. Sabablarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Turmush o'rtog'i olib kelgan, to'g'rimi? Turmush o'rtog'i olib kelganda
Endi nima sababli shu yerga tashlab ketgan turmush o'rtoq ko'zlaringiz ya. Xolajonim, tingiz ishlamaydi. Keling qan. Tug'ilib o'sgan joyingiz Qorabog'i. Zarabog'i. 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 U Sherobodga hurmatli kuzatuvchilar, Sherobodga ketmasdan o'ng tomonga sement zavodimiz bor. Kim bu bilsa agar hurmatli kuzatuvchilarimiz Tuskonga yetmasdan yo'lning ustida Zarabog'i siz-a, xolajonim. Termiz qayerlarga turmushga chiqqansiz? Salobod. Qayerga? Davlenasi chiqqan ekan, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Keling. Mana qiziga buni beradi, qizi o'zi xolamizga ta'rif beradi. Onam vaqtida Surxondaryo Zarabog'da katta bo'lgan. Bir Nohil degan ayolni qo'lida, otasini, xolasini qo'lida katta bo'lgan. Katta bo'lgach, katta bo'lishini urchig'i kirgan, qo'ylar jinni kirgan, tutgan, gilam to'qib, atlasa to'qib kunni ko'rgan. Pensiyadan bu pensiyagacha. Sekin-keyin Termizga borgan, Termizga kolxozda otasini birga ishlagan ekan. Orqasidan otasi suvchi bo'lgan ekan. Paxta tergan. Mana shu odamga govdol bo'lgan otasi nima ish qilsa, qizi ham o'shaga qarab kichkinaga paxta terib, shu kundan ko'rishgan. Hozir sigirlar tappisini nima qilishadi, qanday yashash kerak, hammasini bizlarga har kuni aytib, yotig'imni tushuntirib beradilar. Onangiz. Onam har doim aytib beradi, o'tinni qanday qilish kerak, qanday nima qilish kerak, hammasini aytib beradilar. Singlim, dadangiz hayotmi? Yo'q, dadam yumaloqqa qo'yilgan. Bugun boramiz dedik, borish sharoit bo'lmadi, Ukrain topilmadi. Bugun 9-may 2026-yil xotira va qadrlash kuni. Sharoiti bo'lmabdi, singlimiz dadasining qabriga bora olmadi. To'g'rimi? Sharoit bo'lmadi, yo'l pul topa olmadim. Ham ishga kira olmayapman, o'shaning uchun nima qilishni o'tirgandim. Xotira qadrlashga. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Surxondaryoda, butun dunyoda kuzatuvchilarimiz, mana singillarimiz endi ayol kishini o'zi aslida erkak kishini yetim qabirg'asidan yaralgan. Bular qo'ldan kelgancha odamlar ehson qilib, mana shu singillarimizga, jiyanlarimiz, Surxondaryo jiyanlari, hurmatli kuzatuvchilarim, mana shularga qo'ldan kelgancha Toshkentlik, Toshkent shahar chirchiqliklar mana shu singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Qo'ldan kelsa yordam beraylik. Biz erkak kishimiz, biz yashab kelyapmiz, qo'limiz bor, biz erkak kishimiz. Lekin ayol kishi kunini ko'rib yashaydi. Qo'ldan kelsa ehson beradiganlar bo'lsa, ehson qilishingizni so'rab qolaman, hurmatli kuzatuvchilar. Bizning ziyomamiz, Surxondaryo. To'g'rimi? 5 tajon. Kuchli. Hamisha oldiga kurashchilar, polvonlar. Lekin men kuchim yetmayapti. Toshkentga kelgan kuch ko'payib ketdi. Davay. Keling. Men bitta narsa aytaman, Surxondaryoliklarni maydon qirg'oqli ko'p qarasa yuguradi. Faqat ot. Men har doim ko'raman, tezlikni ko'rsatdi. O'zbekistondan, yoshlardan ko'raman doim. Zo'rtepadan ko'raman. Ko'p qari desa, oti damga soladi. Shunday. O'ladimi baribir. Shuni yutish kerak. Yutganidan keyin 50 bitta gilam, 50 bitta tezroq boshqa. Ko'p qarini tugagan vaqtini hech qachon ko'rganmisiz? Oxiri quloqni eshitganmisiz? Oxiri uloqni otlar maydalaydi, oyog'imni yezib tashlaydi. Go'shtini yeganmisiz? Yo'q. Ya, o'shaning uchun sizlar bizga kommentariya, repost qilib ketingizlar. Sababi otlar ko'pkarida tepkilagan go'shtlar bor. Shunchalik shirin. Bu sababi bu qizlarimiz, dadalari shu yerga kelgan sababi shu go'shtlarni yelmagani uchun. Surxondaryoliklar bo'lsa bizga bildirib ketingizlar, hurmatli kuzatuvchilar, go'sht qanday bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Lekin Surxondaryoliklar non bo'lmagan, bug'doy bo'lmagan nimani yeyishga o'shani bilolmay qalam qotyapti. Go'sht yegan nima yeyishgan o'rniga. Joyiga. Men telefonda ko'ramiz, lag'momini go'sht qaynatadi, Qoraqalpoq, Qozog'iston, Qirg'izistonni ko'rsatyapti. Televizorda ko'ryapman. Lekin non bor, lekin lag'momini go'sht qaynatib yeyishadi. Kachka piyoz solmayapti. Qanday ovqat, qanday shirin qilgan. Qadim zamonda nimani qanday shirin qilish. Sabzi ham bo'lmagan, kachka ham, lekin go'sht shunchaqa shirin narsaki, yegandan keyin yerda mana momalarimiz, qizlarimiz yerda uryapti, to'pirib chang ko'tariladi. Lekin non yemayapti. Men ham boshim o'tyapti, uyda non bo'lmaydi, ishasa bo'lmaydi, lekin harakat qilaman shu o'tin bilan yer. Lekin hozir onam o'tinni mendan olib qo'ydi. Sen o'g'il bola emassan, o'tin bajarsang. Tomorqani shetyapman, bo'lyapti. Ammo bug'doy ekyapman, bu qanday nima bo'lar ekan bug'doy? Hovlida nima ko'karyapti? O'shani harakat qilyapman.
eshityapsizmi hurmatli kuzatuvchilarimiz? Surxondaryoliklar o'ylab topinglar, nonni o'rniga nima yeyishgan? Nima yeyishgan o'sha vaqtda? Topolmayapman. Kartoshka ham bo'lmadi, piyoz ham bo'lmadi. Lekin nimani yeyishgan nonni o'rniga? Lekin sizlardan bular yosh. U yoqda yoshligida kelgan. Lekin siz bilan men Surxondaryoda yashaymiz, lekin shuni bilishimiz kerak. Bug'doy bo'lgan, guruch bo'lgan, non o'rniga nima bo'lgan? Nima Go'sht bo'lgan, tovuq, tuxum bo'lgan. Lekin nonni o'rniga nimani yeyishgan? Eshityapsizmi? Kallim qotyapti. Iltimos bobolar mana o'shani nimadan chiqarib berilmang. Mana shu narsani yegan. Urush vaqtida nima yeyishgan? Urushdan oldin nimani yeyishgan? Urush vaqtida insonlar qanday tirik qolishgan? Mana hozir bugun ko'rdim, bir boboyda nevara chevarasi ko'p. U qanday ozib qolgan, lekin tirik qolgan. Qanday tirik qolgan? 40 yildan oldin qanday yashashgan? Urushdan keyin qanday? Ona vatanni qanday himoya qilishgan? O'shani menga nima qilib bersalar, qiziqayapman o'sha narsaga. Nima o'sha vaqtda nima yegan? O'shani kommentariyaga yozib ketingizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bu jiyanlarimiz, singillarimiz, bizni jiyanlarimiz Surxondaryo. O'shanga qiziqlar. Nima yegan? Nimani kiyishgan? Material bo'lmagan. Kiyim Oyoq kiyimiga. Oyoq kiyimiga. Nima kiyishi mumkin? O'sha vaqtida. Egniga nimani kiy, qanaqa rangda kiyishgan? Nimani kiyishgan? Boshiga nimani kiyishgan ular? O'sha mana hamma joyga boraman, o'zingga qara, kiyin. Lekin nimani kiyishgan? Qanday qilib tikishgan? Qo'lda tikkanmi yoki moshinka ergan? Nimadan tikkan? Moshinka, oyoq moshin bo'lmagan. Nimada tikkan? Taxta moshindanmi? Papap moshindanmi? O'shani menga kommentariyaga shuni yozib ketingizlar. Ko'rsatinglar. Qiziqayapman. Hurmatli Chivar qayerdan paydo bo'lgan? Tikuvchi bo'lish qanday paydo bo'lgan? Paxtani egirish qanday paydo bo'lgan? Gilam qayerdan, uy qayerdan paydo bo'lgan? G'ish, loy, to'proq undan qanday uy qurishgan? O'shani menga ko'rsatib bering. Qiziqayapman. Kommentariyada yozib keting. Jarayonni chiroyli qilib kommentariyani bilgan biladi, bilmagan ham o'qib, shunday vaqtida, urush vaqtida yoki ochqarchilik vaqtida shunday jarayonlar bo'lgan ekan deb. To'g'rimi singlim? O'qdan qanday himoyalagan bobo kalonimiz? Nemis kelgan, uni qanday qochib himoyalagan? Uni tilga qanday tushungan, qanday ishora qilgan? O'shani ham tezda ko'rib, o'shani ham menga nima qilib beringlar. Shunday. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eshitdilaringiz. Mana biz 3 ta ayolimiz, onasi, singlisi, jiyani yashayapti. O'sha vaqtdan beri shu yerda qanday yashagan, qanday kun ko'rgan, uni biz bilmaymiz. Surxondaryodan hurmatli kuzatuvchilar kelib, shu singillarimizni hayotiga qiziqib keldim. Bu yoqlarda onasi Qorabog'i, bu singlimiz Termiz shahar, Salovatlik. Kim bilsa, kommentariyaga yozib ketingizlar. Kim tanisa agar shu singlimiz. 80 nechanchi yil? 92. 92-yil singlimiz. Bu jiyanimiz 84-yil. 84-yil tug'ilgan. Ko'ryapsizmi? Surxondaryoga qani. Ko'ryapsizmi? Biz uchun like, kommentariya, repost yozib keting. Davay. O'rtoqlar, biza bu akamizni Surxondaryodan olib keldik. Chunki o'tgan safargi videomizda ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga bir sonini yozib ketinglar degandek. O'sha bir sonini yozganlar ichidan tanlab oldik bu akani. Bular Surxondaryodan ko'rgan bo'lsanglar, mana hozir dilbarlarning hayotini o'zlari gaplashib, bilib ko'ryaptilar. Keyingi videomizda obunachisini tanlab olishimiz uchun qanaqa shart desanglar, o'rtoqlar, shu akani vesini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Topgan odamni o'rtoqlar biza keyingi videoda ishtirokchi sifatida olib chiqamiz. Bitta narsa o'rtoqlar, podpiska va like bosishni esdan chiqazmanglar. Siz o'sha jarayonda o'sha bilan ishlagan odamlarni taniysiz? Ismi? Halima opa. Tuskonda. Nima ishlagan? Уборство. Bu ishlagan. Siz ham bilasizmi, u yoqlar taniysizmi? Men shar yoshimda tug'ilib o'sganman. Tuskon Sherobodda tug'ilganman. Sherobodda tug'ilib, Tuskonda katta bo'lganman. O'sha yerda bog'cha bo'lgan, Tuskonda kichkina bog'cha bo'lgan. Xurshida degan xotin bor edi. Bizda magazinimizda bor, ko'chamizda boshqa magazin bor edi. O'shani oliydan bordigacha qarz olib, u bu narsa qilib turardik. Xurshida degan, keyin Anor opa degan, Nurxon mama degan, Dilarom opa degan xotin, Makka degan, To'rasunat degan, yana kim? Jamshid degan o'g'li bor. Islom hammasi bizlar bilan birga qo'shilib turgan bular. Bibichi Ishon, Tuskon, qishloq yonboshda. Esladingizmi, hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli
ichib boradi gaz balon toshib beradi. Ha, gaz balon. Gazchi degan odam. Nechanchi yillar? Bizlar 96-yil. 96-yil shaqa yashaganmiz. Ha. Bog'i charboq qilib, birov aldab bizni Angara ko'chatirib kelgan, Angarga shunday joydan aldab-suldab olib ketib, kallaga toshmana yegan, kalla yorilgan, miyani tomiri uzilib ketib, sherikib joni uzildi. Chirchiq shahriga. Chirchiq shahriga. Chirchiq shahriga. Tatar aldab olib ketib, buni yumaloqqa ishlatdi, balla chaqasini boqdi, keyin bu uyni bitkazgandan keyin bitta xotin tilimizdan tilxati olib, gayi bilan til biriktirib bizni 15 kunga qamadi, issiz narsa yo'q. Nechanchi yillar? Taxminan 2014. Taxminan 2014. 2014-yilda voqeasini sizlarga Men kuzatishlar. aytib beraman onam o'rniga. Bizlar oktyabrga ishardik. Onam 3 ta joyni ish topdi. Dvornik, chilasam, Solishkada bitta, Malkopada, Mahkamakada bitta, Aljonakada bitta. Uchamiz u yoqqa ishga qo'ymoqchi edi onam. Damas o'tdi. U vaqtda karantinda maska kiyib chiqdik, oddiy kiyinib, to'xtang joylaringga. Qayoqqa ketyapsiz? Onam ishga bizlar dvornikka shipirishga ishga o'rgatmoqchi. Chiqlaringapti og'izga. Nimaga? Chiqlaring deyapman. Nimaga chiqqan? Chiqlaring deyapman. Itga o'xshab akillab. Chiqdik. Obordi g'azaketga sanadi odamni. Obordi, bordik. Onam, o'g'illarim nima qilyapsiz? Ishing bo'lmasa sani kampirdi. Qisib o'tir onamga qarab. Onam qo'rqmadi. Obordi 5 kunga. Xom xatal ovqat, yaqtay xona, svet yoqilgan, iliq ovqatlar. O'ylab ko'ring. Muzdek xonaga iliq ovqat qandaysiz? Shuncha ovqat, shuncha choy. Shuncha 2 qoshiq ovqatmi shuncha choyga to'yarmadingiz? O'shanga alam qilib ketdi menga. Bu voqea qayerda bo'lyapti? Bu voqea Chirchiqda bo'lyapti. G'azalkentdan Chirchiq tatizida bo'lyapti. Eshityapsizmi, hurmatli kuzatuvchilar? Chorvoda olib tiqib qo'ydi. Alkash, sochi pitlab ketgan, burgilab ketgan, bir-birini sochini yeydi yulib. Biz shunga loyiqmidik? Shunga loyiqmidik shu narsaga? Yumoqda ishladim, paxta terdim, ko'tlarni yopish uchun 2 million shtraf. Nima uchun 2 million shtraf? Chunki onasi pensiyaga chiqqan. Onam Qozog'iston va pasport yo'qotgandan keyin Surxondaryo bir yoqib ketdi pasport yangilashga. Bir odamga aytib ketdi, "Otajon, men pasport yangilan ketyapman." Siraya garang bo'lsa, Artur xola pensiya chiqqani ketdi. Staj bo'lmasa, qo'pol qilayotganda qayerda oladi onam pensiyani? Keldi onam charchab, choypa qo'ydik, bir ikki hafta dam oldi, yuvib taran uyga o'tganda plastik qani. Qanaqa plastik? Plastik rangi qanday? Plastik nima narsaligini Plastikni plastik pul bo'ladi. U vaqt Karim Rahmat tirik edi. Plastik hamma pensiyani oylikda tekstil ishlagan odam faxrli insonlarga plastik chiqardi. Chunki bankdan inson qisasdan pul o'g'irlanib ketavergani uchun Islom Karim Rahmat ish chiqargan. Tezda radio eshitib borardik. Xo'sh, onam pensiyaga chiqsa chiqmas olib tiqish shartmidi? Menga turasan garang bu biz qilgandik. Bo'pti qilgansan. It ko'sh haqqilashing shartmi men o'tganda? Yomon qarayman. Nima uchun yomon qarayman? Qilgan aybing yomon qarayman basharing. Ko'ziga tik qarayman, basharingga aytib tashlayman. O'sha ishni qilding bo'yningni ol. Mana shu xotin yoshi kirolsa kirolmaysan. Onasi o'zi qay ketadi? Otam o'ldi. Qaravoqlar otam o'ldi, men qayerga bordim? Maydonda ammam o'ldi, qayerga bordim 23 yoshimda? Kim o'ldirdi ammamni? Boshiga eriga aytdi, ichirtirib, teptirib. Bosh nima bilasizlarmi? Nerv sistemasi. Boshga tepsa, tintoqona olib tashlasa nima bo'ladi? Kalla maydon tushgan Simontga boshiga oldi 2 kun kallang garang yuradi. Mana issiqda kun bo'yi ishla. Issiq saqamay tappi ham bo'lmaydi. Kallangni urib ursin, mana qilgan tepib ursin, kalla beja ishlamay garang qolasan. Anaqa tuvatga borsa, vannaxonaga kirib ketasan. Xo'sh, ayb kimda? Turaman, plastik qani? Plastik yo'q, qayerdan oladi senga? Begona xotinda qolib bor plastik. Xo'sh, o'sha ayolni senga nima qilib ichish uchun pul kerakmi? Bakachka filishtir. Men ishladim 18-14 soat oyoqqa. Shvikani o'rganib, cheskada ishladim. Tek oyog'ida. Oyoqman tishib ketadi. Sabr qilib ishladim. Mana hozirchi mayda dom sotib pul kerak. Pul kerakmi? Ishlab top kampirsan. Mana uni bakachka har kun terib. Pensiya yo'q haligacha bunga. Mahallaga pensiya chiqishi. Inson pensiya bo'lmasa, davlat qanaqa chiqaradi? Qariyal pensiyasi chiqara olmaydi hech qachon. Mana o'zim qancha stajim bor, chiqarmayapti-yu. 10 yildan keyin pensiya chiqishim kerak. Staj bo'lmasa yozish shuni ayo pensiya chiqmoq. Shuna qaraydi staj bo'lmasa. 92-yilda ishlagan, 96 yilga qancha staj bo'ladi insonlar? Qancha staj bo'lyapti 2 yilda? 61-yilda tug'ilgan, o'sha 65 yoshda.
o'sha bular mana ko'plar doktor bo'lib pensiyaga chiqib ketdi, u 4 million 5 million ishsa bo'lmaydi. Inson ishlamagan odam pensiyaga chiqa olmaydi hech qachon. Men onam o'rniga gapirib, chunki hozir onam azsa havaniga dalning qo'lida oyoq og'riydi. Menga urishadi, baqirishadi. Yana arqamda gapiring, katta qizingizni ovqat unchalik bermang. Nima bo'lsa bo'lsin. Sen tug'ib qo'yganmi deysan xotin, onamga aql o'rgatasan. Onamni kichkina bo'lsa, ancha bir chichib qo'ysa, desa, dubatga yubormasdan. Kallangni shat, xotin, seni onang tuqqan, otang tuqqanmi? O'ylab ko'r, onamga shu aql, shu narsani o'rgatyapsan. Onam menga tavakka baqiryapti. Sen xotinsan, onamga nimani o'rgatgansan? Men nima yuribman? Bilaman kimsan. Maydigina bu chumchuq xotinsan. Oldinga qarab, tikka qarab chiqib tapirdab qochasan. Bu yoqqa qochani bilmaysan. Bu chirchiq bu, Surxondaryo emas. Agar Surxondaryo bo'lsa, nollikka aytsam, hukumatga sen chirchiq o'zi yo'q qilib Surxondaryoga atib borgan qo'ymaydi. Rossiyaga ketib borasan, Qozog'iston jo'natib boradi. Toshkent xalqi ishlamasang bo'shatamiz. Toshkent xalqini bronjiga qo'zg'atib borsam, hukumatga arz yozib. Nima bo'lishi bilasanlarmi? Toshkent xalqi joni tep qo'y, ona tuprog'idan boshqa yo'q qilaman. Nima qilgan bo'ladilaring? Meni haromi deding, yetimcha nima ketyapman Toshkent xalqi. Shuni unutma, ishlamasang qo'y. Senlar yashamasang yog'ish yo'rdan qanaqa bo'lar ekan? Ona tuprog'idan nariqa kishi yo'qol. Xo'sh, meni otam bu yerda qabr qo'yilgan, ota bormadim. Xafa bo'lsang bu deb. Toshkent xalqi shunday joyidan, on tuprog'idan tep Qozog'istonga, Rossiyaga jo'natsa, bilasan nima bo'ladi? Rossiyani ko'ryapman, qanday kun ko'rishyapti. Rossiyaga pulni ko'proq olyapti. Mana pul ishlamasa, minutga yeyapti, choy, non yo'q. Non buxonga mana shuncha. Tezir telefonda ko'ryapman havo qandayligini. Toshkentda ishlamasa qo'y, ishlamasa nariqa bor. Ishlamasa nariqa bor. Yaxshi keyin. Ishlamasa keyin qara nonda ovqat qayerdan oladi odam? Quruq suvni kuning o'tmaydi-ku hayotda. Arqadan sasiysan, bashamay kebayt, qaratapi, olavoy. Hali ham qaratapman. Toshkentda tuproqda yashayapman. Dadam majburdan bolam yo'q, yoqqa ish bor. Mana ish. Lukoga boraman, ish yo'q. Yoqqa boraman, ish yo'q. Zo'ring bo'lsa, Toshkentga boshchiga borib yashachi, ishlachi, ko'raylik bitta. Javob bera olmaysan hech qachon Toshkent xalqi. Hech qachon javob bera olmaysan. Faqat arqama chichasan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, singlimizning munosabatlarini ko'rdingiz, qanday ma'lum. Biz qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar biz O'zbekiston fuqarosimiz. Siz boshqa viloyatga qayerga borishingizdan qat'iy nazar hammamiz O'zbekiston fuqarosi. Yaxshilab singlimizning gapiga e'tibor qilingizlar, munosabat kommentariya bildirib ketingizlar, kuzatuvchilar. Lekin mana bu tog'amga boraman, yangamga boraman, borib qolsam, hozir boshqa ilojim yo'q. O'sha yerda mana Termizga kompakt ip igru shunga kirasan, ke. Dakmi shuni o'ziga menda smat o'tadi, ishga qolding. Qaraydi ishingga. Sekin, bittasiga sekin o'rgat. Bu yoqdagilar, bu yoq boshqa, u yoq boshqa. Bu yoqdagilar yaxshi tik olmas ekan, yaxshi chiska qila olmas ekansiz. Siz ishlatmasa qayerga borasiz? Sen o'zingni olib boradi, nariq otib borsa, o'zing qayerga borasan? Toshkentdan boshqa joyga yuborsa. O'ylab ko'r, Toshkentga chiqib ketding, Qozog'istonmi, Qirg'izistongami? Borib yashab ko'r. Oilaviy ota-onangdan pirrama yosh qoling. Qavlari qanday bo'lsa. Mashina taksi ham qila olmaysan, isha olmaysan. Ko'r bo'lib qaytib kelasan Toshkentga. Iltimos qilib, yalinib yolvor. Chunki kunda qon to'kilgan joy ona tuprog'ing bo'ladi. O'sha tortaveraman deb beqaga deb. Qanday kelasan? Kallani ishlat. O'zing ishlolmaysanmi? Birovga ham ko'tiga tepma. Men bu kiyim. Men ishga chiqaman deyman, yaxshi kiyim. Yaxshi kiyim desa, o'sha kiyimni qayerdan olay? Kalta kiyim uzun kiyim. Aykor gursitga qilib tushaman itga o'xshab vakillab. Sababi? Yurolmay uzun kiyimda. Menga nima qiltiriqsan? Nima uchun qiltiriqman? Qiltiriq bo'lganim shunday yuraman. Onam xohlagan kiyimni kiygisi kiyaveraman. Mana buni kiyaman. Chunki dadam rahmatliga yoqmagan uzun bolam kiyinish. Bu nima kiyim?
koftibga kiydim, nima kiydim, nima bu o'zing kiygansan, jugimisan, yo'q, yig'ishtir, uzun ko'ylak buyurmagan. Hayron qoldim. Onamga qarab, onisha, doktor deb inishaga kurta. Qaradi uzun, buni kim o'rgatdi? Bir ikkita ayollar. Yo'qot usti boshingni. Qani, o'g'il bolang kiyimi. Kiyib oldim. Qo'pol qilayotgan dadam ko'ylagimni ishtonni kiyib yurardim, kiyim qolmadi. Ayb emas, onam ishton ko'ydan keyin, lekin dadamnikini kiyib yurardim. Dadam bitta qarardi, kiysang kiyur qizim, meniki senga. Janda dadam 7 tapichkada 7 ko'ylak ishtonni yurardi, tikib berardim. Dadam nimaga taylani bir modnicha kiymas desin, nimaga modnicha bu kiymaysiz desam, menga onang o'zi qaraganam yetadi, onang meni erim bo'ladi, men onangga xotin bo'laman, hazillashib qo'yardi. O'ylab ko'ring, onamning ruxsatisiz hech kiy olmas edi. Men o'g'il bola emasman, taylanib ketsam, men o'ylamayman. Bironta qiz olib qochib ketsam, insonlar, men ishga boryapman, o'zimni ko'rsatishga, ko'rgazma qilishga emas. Mana shu gap. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz singlimizning so'zlariga munosabat bildirib ketasizlar, kommentariyaga yozib. Hurmatli mutasaddi idoralar, qo'ldan kelsa musofir ekan, yordam berishlaringizni so'rayman. Onasi, singlisi, xolasi shu yerda yashar ekan. Men Surxondaryodan keldim. Qiziqish bildirdim, singillar shunday yashash sharoiti. Endi vaqtida kelib qo'ygan, singlimizda aybi yo'q. Ota-onasi shunday vaqtida ko'chib kelib qo'ygan sabablarni tepada aytib ketdi. Bizga kommentariya yozib ketingizlar, mutasaddi idoralar qo'ldan kelsa yordam beringizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Qisqasi, ona bu yerda havosiga bo'lgan Surxondaryo Termizga mazali qochib qoladi. Yuboramiz, lekin onamga boring, tog'angizga, akangizga aynab kelsam, yo'q. Bahona emas bu. Bu bahona emas. Onajon boring, akangizga aynab keling deb bir marta yubordim. Bo'lsa sanam yur dedi. Men borib keldim. Sirazi 3 kun, 2 kun turganda sirazi yiqildi. Ona nima bo'ldi? Bolam havosiga bo'lmayapman, ona qizim, nima qilay? O'shanday. Onam bu yerda havosiga bo'p, u yoqda havosiga bilmadim. Tog'ajon, Hasan tog'a, onam mana davnas ko'tarib havoniga o'zingiz ehtiyot qilasizlar. Onam boring desam bormayman. Akam xafa bo'ladi, deyapti. Mana o'zlari. Bilamading? Mana o'zlari. Hasan tog'a, Samat yanga, Baxtiyor tog'alar, Savat qishloqda akalar. Mana onam o'z so'zlaydi. Yanga, men xafa bo'lmayman, borolmayman. Aka, qadam bosmayman aeroportingga. Hol bermay seni chaqira olmayman. Bugun ana xotira bayram. Ana shu yuragim urmaydi yoqqa borishga. Mazam ochib yiqilib qolaman. Qadam bosganini ko'rmang deb aytuvding aka. Iltimos qilaman. Meni unut. Opalar, singillar, yangalar va kattanga meni unut. Vobshe bormayman, qadam bosmayman. Men bu yerdan kundoshimni, buzog'imni toptirmaguncha mana aytyapman, xotira bayramga toptirmaguncha qo'ymayman. Ho kattasi o'zini, ho kichigi bo'lsin aka. Men bormayman yoqqa. O'zlaring vaqti kelib yoqqa kelasizlar, vaqt soati bilan toptirishga yordam qilasizlar. Ikkamiz yoshimiz bir aka. Rahmat, qayerga bo'lsang ham omon bo'l. Yana bugun bitta gapni men bildim. Endi abitgacha ishledim kunlikda. Ozroqna bo'ldi, u ham bittasi qarzim bor berib keldim. Keyin bozorga o'tdim, eski bozorga, Bisashga o'tsam, ikkita xotin, ikkita qiz kelyapti-da, ketimdan. Voy, men ketishga qara. Endi kofta trikodaman-da. Ko'chaga ajin, uyga ajin kiyman. Xo'p, ketishimga nima qilibdi? Ketishiga qara, men ketishiga qara. Qora tappini. Sen oqmisan? Doy bansaga chaqirma, men sen ertangdan. Sen oqin menga yopishasan, teringni, men sen qoram terimni yopishtiram, yoqadimi? Ana qora tapping ketishini qara. Sen qo'pol qo'yatganda domga turasan, to'g'rimi? Qo'pol qo'yatganda endi nima desamki, erkak o'tib oldingda, ko'ting sas yotibdi-da. Sen bir domingga qaradingmi, kanalizatsiyangga qaradingmi?
ukani domga tozalashgan borsam kanalizatsiya sinov quryapman и вообще bora echki novurinde instagramga echki novur youtubega shunaqangi narsa chiqib kelyapti yuragim o'sha qusib tashladim yeganim bir kunga bordim bir kunga obodon nimaga chiqdim botanikaga chiqdimda qizlar bola aralashib bordik bitta xotin man dom tozalab beringlar dedi anaqa turbasin dedi inson qiz bola o'g'il bola san xudodan bergan madadsan shunaqangi musor chiqyapti turbasidan nima desam ekan man o'zim vaqtida domga o'tirgan lekin buni holga tushmaganim qap qora narsa qo'poq aytgan bezgalter trustik bola pampersi ayollar trusi erkak trusiga chiqib kelyapti bormi uyat uyat bormi xoli musor deb aytasan to'g'ri xoli musor bo'ladi lekin vaqti kelib o'sha musor yig'ganmiz to'g'ri man uyam musor lekin budircha musor bo'lmagan mana shu uyda qurgancha ham allohga shukur boshimda yulduz opam kelib tikka turib qurib berdi minnat qilmayman uy issiq terlab yotaman hozir ham terlab yuraman turaman yuvinib tahoratimni olib yuraman chunki sabab nima uchun namoz o'qiyman boyamki uyqusirab bo'lsa namozimni o'qib qolibman mana keldi inson qiz bolasan хотя bir orqangda qarab yurgin shim kiygansan shunda shundoq sassiq hid kelyapti orqangdan erkak aytyapti bo'lma bu opangga qarang munkachiga qalin shim kiyib bo'ladimi bozor nima ko'p tiqilib yotibdi shim lasina ko'p lasina kiy qo'poq aytganda ko'ti shunaqa sassiq hid kelyapti odam qusib o'rgisi kelyapti qiz bolasan sen bo'la atir sepib yur pudra sepib yur dezodorant sepib yur qiz bolasan yana namozdasan ketyapsan anon ketishiga qara namoz o'qiydigan qiz birchi g'iybat qilmaydi ikkinchi ana ketishiga qara demaydi man o'zim qiz bolaman xudoga shukur namoz o'qisaman majburman aytayotgan shu gapni senlarga ayniqsa 2004 2006 2007 qizlar maktab oldida o'tib boraman dilbar opam yaxshimi uyga mana bugun oyoqqa turdi yotuvdi mazasi qochib oshqozoni og'rib yotuvdi hali uni bansiya yotqizman bansiya yotqizishim kerak uni davolagani yosh qizlar kalash o'quvchi qizlar meni so'raysizlar rahmat sizlarga sizlardan bitta iltimosim bor non ovqat choy ichib turinglar sekund choy ichib turinglar manga o'xshab qiynalib qolmanglar ota onalaring borida ovqat nonda to'yib yaxshi yeylar ko'chada kam yuringlar tikuvchilikka qatnanglar salom bir nimaga o'qishga bu o'qishdan bo'sh vaqtlaring ota onalaringga nima qilish uchun ota onalaring qayerda yursansa salonga borib o'rganinglar tikuvchilik salonchilik xohlagan narsa lekin ko'chada yurmanglar iltimos sizlardan bitta bo'lsa issiq uyga o'tiringlar tezlikka telefon qo'yinglar uxlanglar ota ona xavotir olmasin qizim qayerga ketdi o'g'lim qayerga ketdi deb iltimos bolalar darvozani tagiga kirmanglar darvozani naryoqda kuchuk bor manda hozir ko'rsataman mana bunday tishlab oladi qarsillatib yomon ko'chada kuchuk ko'p bitta tishlaydi voyvoylab qolasiz doktorga yuguradi ota onang ukol qildiradi ayb kimda kelmanglar ko'chaga kuchuk rosa ko'p kiraman degani orqangdan hech kim yordam bermaydi bega mashina yurmay kam yuradi ehtiyot bo'linglar yovvoyi joy ber qizlar singillar opalar akalar ukalar gayposini so'ranglar mumkinmi shu ko'chaga shunday borib ular ha desa o'tinglar bo'lmasa kanal bo'yiga yurmanglar kanal bo'yida ko'ryapman voy odam ertaman qiy chuv qo'pol qilayotgan bolalar qizlar orqasiga itarib o'tadi uyat yurmanglar mashinada uyat qiz bolalar ichmanglar spirtli ichmanglar ular bilan aralashib ular ichgan odam it bilan teng uydan chiqmaydi ko'chada yuringlar o'zini atroflaringga tikuv sexi bor o'rganinglar bepul bichinglar tikishni o'rganinglar qiz bola bo'sh o'tirmanglar kir yuvinglar uy yig'inglar non pishiringlar narsa pishirishni o'rganing erta bir katta qiz bo'lganlar oshpaz bo'lasa o'zing ovqat pishirib yesa qorning ochmaydi qornim ochdi aya ovqat pishirib ber demaysan qozonni yuvasan namasan qovurasan yeb ko'rasan yoqdi ikki qoshiq yesa jimgina keyin harakat uyda ishim domda yashasang ham hovlida yashasang ham harakat qilinglar o'zing uchun man o'zim uchun harakat qilyapman bo'lyapti hovlini tozalayman suv to'ldiraman огородni o'toq qilaman nimadir ekaman vaqti yo'q ko'chaga unutib yuboringlar insonni unutib yuboringlar hech kim kerak emas sanlarni
hamma narsa qilgan lekin bo'yniga olmay yuziga aytsang bunday deb aytganim yo'q deb bo'yniga olmaydi. Uni tashlaganda televizor, telefon, tikish, ish, yumaloq bor zavodga kiringlar. Mazza qilib ishlab yuringlar, yeb ichib yeb. Undan keyin yana bitta narsada, mana kecha kechqurun ona bagajga degan chiqib ketibdi. Soat 6:30 atrofida. Nark ko'prikka borsam, bitta qiz bilan bitta bola turibdi. Kechqurun soat 8 da pishirib qo'yibdimi? 8:30, 9 atrofida pishirib qo'yibdimi kanal bo'yiga. Kechqurun ayniqsa. Pastda gayla turqarib turibdi. Qani bu opa nima qilar ekan deb. Immaganim yo'q. Kesatyapti. Dilbar, nima dilbar? Xo'p qo'sh chiqqan ekan. Shunaqa ashula chiqqan ekan. Uyga kiribki, kesatyapsan, qizga qarab, dilbar qalaysan deb. Erkaksan, qissa o'tirib ko'tingni, xo'pmi, qo'pol qilib aytganda. Yana bir marta kechasi kanal bo'yi ko'raman. Shuni rasm ko'p tashlaverman, aytib qo'yay. Mamaki o'ynashmalaring. Va qanday rasm tashlashni bilmaydi o'ylasanlarmi? O'yimga davozimni ng'indatasan, ha? Esam ko'ramiz a. Rasmga olsam, qochib ketyapsan. Ko'tingdan kelsa gapir. Mana kanal bo'yiga chiqyapsan. Yaxshimisiz, yaxshi ursimi? Ko'rib turma qanaqa qilgan edi. Bir araq. Qiz bola. Ichish mumkin emas-ku. Ichish mumkin emas qiz bolaga. Modga kuyib ketadi-yu bu so'zni qiz bolada. Senlarga qo'shilmadim, chirchiq qizlari. Umuman, ichasan, chekasan, ota-onang pul ishlaysan. Ota-onangga foyda keltirishga zarar keltiryapsizlar hozir. O'qishdan chiqib, pirma bolalar bilan ketga, chekamiz, ichamiz. Ota-ona telefon qilib, telefon ko'tarib ket, ota-ona qidirib beradi. 4 kun 5 kun o'tganiga kanal bo'yi o'lgin chiqyapti. Qopdi. Oqqa unda qoplab keladi, kanal bo'yiga tashlab yuboradi. Kanal to'ladi. Bu kelishadi aylantiradi. Nima bo'ldi? Aka desam, qizlar o'lga chiqyapti. Ota-ona qatga qarab hayronsan. Ha, qizlar yuribdi-da. Telefon qizlar tun klubga ichib, chekib, chasib yuradi. Soat 1-2 da keladi. Tungi soat 1-2 da dang uriladi. Nima ishingiz bor? Qayerdan kelyapman? Nima qilasizlar undoq-mundoq? Birov yurtdiqqan ekan, ota-ona yuzi yerga qaraydi. Ha, bolam shunday bo'lib qopti. Do'stam nima deydi? Battar bu. Ot vaqtiga qarash kerak edi, ota-ona deydi. Menda adam yo'q. Mana adam, onam. Ham ota, ham ona. Abidgacha ishda bo'lsam, abidga uyda bo'laman. Telefon qiladi, qayerda kelyapsan? Tez yetib kel uyga. Dachi do'stlarimga bora olmayman. Telefon qilaman, "Ey, bor, vaqtim, ishim ko'p." Onam bakashtirib ketadi. Biz opam ovqat qilsa, men choy u narsa qilaman. Telefon qiladi, "Qayerdasan?" Chiq, oldimga chiq. Bagaj olib kelyapman. Narsa olib kel. Qo'l og'riydi. Kechasi inglab chiqadi. Qaraymiz, innamasdan. Bu qilib ketmaydi qizlar. Yana bir marta ko'rsam, aytib o'zim sizlarga gayib berib yuboraman qizlar. Yig'ishtirlaring bu qilig'ingni. Ko'rishguncha. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, xolamiz 60 necha yoshda bo'ldingiz? 63. 63 yoshda bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli mutasaddi idoralar. Endi sabab bilan mana shu Chirchiq shahriga ko'chib kelib qolgan. Bo'lmasa ham qarilik pensiyasini shu xolamizga chiqarib berish iloji bormi? To'g'rimi yo'qmi? Mana shu nechanchi yil ko'chib kelgansiz xolajon? 2003 ko'chib kelganmiz. 2003dan beri 61 yoshda erkak kishi 65 yoshga chiqib, ayol kishi 55 yoshda menimcha pensiya chiqibdi. Shu xolani o'zini yaxshi yashash uchun pensiya ajratish iloji yo'q. Mana shu yerdagi Chirchiq shahri, mana shu xolamiz necha yil umr ko'radi? Qarilik pensiyasini olib berish iloji bormi? Men Surxondaryodan keldim. Mana shu xolamizni yeyishib, mana shu xolamizga bir qo'ldan kelgancha yordam qilaylik degan maqsadda keldik, hurmatli mutasaddi idoralar, mutasaddi rahbarlar. Bitta ayol kishi ekan, ikkita qizi bor ekan. Bular ojiza. Biz qo'limiz, kuchimiz bor. Iloji bormi? Ozgina bir yordam berishdi. Hurmatli rahbarlar, hurmatli kuzatuvchilar, bir yordam beraylik xolamizga. 61 yoshda bo'lyapti. Qo'ldan kelsa bir yordam beringizlar. Chirchiq shahri, Toshkent, Qibray. Mana xolamiz. Biz sog'miz, qo'limiz but, oyog'imiz but. Iloji bo'lsa yordam beringizlar. Mahalla keldi. Ha? Mahalla kelgandan keyin onamga pensiya chiqish vaqtingizda staj yo'q, rosa urumin. Men aytyapti mahallaga nima qilib
onang men seni olib borgan bir staj yozib balkim qalay pensiyasi chiqarmikan turibmiz. Sabab? Tuskonda Sherovatda arxivda bo'lishi kerak. Son Ahmeda Zuhra 2 yilmi 96-92 ishlagan bo'lishi kerak. Chunki seni tuqqandan keyin o'sha ishni boshlagandi. Arxivda izlab ko'ringlar, Xo'jayakon Tuskon Sherovat nimalari arxivdagi nimalar raisi. Izlab ko'ringiz agar bo'lsa. Hurmatli rahbarlar, bir shu xolamizga bir yordam berak. Yodgor aka qandaysan? Shonazor aka qandaysan? Dilarmon opa, Anvar. Eshon bobo qandaysan? Nochuchuk. Xabar ber menga, ovoz ber. Qayergasizlar? Shu Tuskongami yo Sherovatgami? Birga ishlaganmiz. Bir-birimizni ustimizdan kashsha qilib o'ynab kulib yuraydik ayollar. Erkaklarning ichiga o'ynab kulib yuraydi. Erkaklar ichiga o'ynab kulib yuraydi. Shonazor aka, Yodgor aka. Direktor, qandaysan? Yaxshimiz? Agar Chirchiqqa kelgan bo'lsa, men bilan uchrash. Chirchiqqa ko'chib kelgan bo'lsalaring, men doim bakashga terib yurgan ayolman. Men bilan betma-bet bo'ylar ustimdan kulmangizlar, shopirlar o'taqqa vaqtimga men bakashga terib yuraman. Iltimos qilaman. So'kmanglar. Oxirin dam mobayni birini urib sindiraman, keyin nima bo'lsa bo'lar baxir. Iltimos qilaman, shopirlar meni ustimdan kulmangizlar. Kulgan odamlar nariga qarab gildirab ketyapti. Ko'rib necha marta guvoh bo'lyapman. Bir marta ko'rdim, mashinani olib ketdi. Ikkinchi qilib ko'rdim, ayolni olib ketyapti. Beva qolmanglar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz, bunday ayollarni Xudoyim Allohim o'zi yaratgan. Siz bilan menga Xudoyim rizq bergan. Bularda ham rizqi nimadandir? To'g'rimi yo'qmi? Lekin hech qachon birovning ustidan kulmagan zinhor, sening ham ustingdan kuladiganlar bor. Qo'lingizdan kelsa, shunday to'xtang, opajon o'ting. Ozgina ehson, ozgina o'ting. Rozimisiz? Xafa qilmadimmi? Bo'ldi hurmatli kuzatuvchilarim. To'g'rimi yo'qmi? Faqat bir og'iz shirin so'z qo'ldan kelar ekan. Lekin tepadagi rahbariyatlarimiz iltimos qilamiz, shu xolamizga bir pensiya qilib berak. Qo'ldan kelsa, qani men qo'limdan kelsa yordam berar edim. Yordam berishim men faqat yoritishim. Bilgan biladi, bilmagan kuzatib boringizlar. Mana Surxondaryalik xolamiz Sherobod tumani Tuskon qishlog'idan. Chekkadan. Xurshid opa, assalomu alaykum. Sinimga tapchika, onamga oqilingga olib berardingiz, dadam rahmatli bo'lgan. Tuskondagilar. Hormanglar. Men hech qachon unutmadim. Katta qiz bo'ldim, lekin unuta olmadim. Mahkam opa, Xurshid opa, Anor opa, Halma opa, Qurbon domla bizni o'qitgan o'qituvchimiz. Sirojiddin Rustul ma'lum, ham nulik ishlardingiz, ham Rustilni bizni o'qitardingiz. Ikkisini olib borardingiz. Sizda Sirojiddin aka deyman, Rustul ham kelyapti desam, sinfga birinchi men o'tirardim. Rustul nima bari bilaman deb. O'zbekchasiga ham o'zi maktab o'qitgan dadam, chunki biz dadam aytmagan. Asli o'zi rossiyaligini, bobasi, otasi rossiyalik, o'zi rossiyaligini, onasi Qrim tatarligini bizga aytmagan. Aytiblardi, dadam bor edi, onam bor edi deb. Lekin o'zi asli Rossiyadan kelib qolganini aytmagandi dadam. O'shancha bizlar o'zi maktabga o'qitaman. Necha yil shu yerda yashasam shuni o'qitib olay, o'zbekchani yaxshi bilsin, chiqillatsin. Keyin onamga naqi tojikchani ham bilgan qizim, tojikcha ham yaxshi so'z deb hazillashib aytardilar. Dadam o'zim onamga tojikcha gapirsa, onam indamay turib, "Ey, ha, inashaka" deb baqirib yuboradi. "Bor yo'q ishingni qil" deb dadamga qarab. Dadam molxoy qarardi. Ayol qolib ketardi uni ishiga. Non, ovqat hammasini pishirib qo'yardi. Onam kelganda, nima bo'ldi desa, erki, hamma narsa tayyor. Yotganda, uxlaganda ichkin achchiq choylardan deb onam ishga chiqarardi. Xotinni onamni ko'ylak ishtondan keyin o'zi holini shunday qilardi. Biz anqolardik. Biz kichkina edik. Singlim, men shuncha emas, singlim mendan kichkina yetakib yurardim. Singlimga qarardim, ogorod, ovqat, hammasi molxol, hammasiga o'zi yechishardi. 4-5 dan turib sigirda podaga tashlar edi. Molxolni o'zi olib chiqib ketar edi. Mol ham boqardi, ham non, ham kir, ham ovqat, hammasini ayolday o'zi bajarardi. Biror marta, "Ey, Zuhra yanga, eringiz yoqa-bu yoqa yuribdi" demasdi. Og'zidan gap ololmasdi dadam rahmatli. Keyin Tuskonga yashaganda Talqat degan, Marat degan bola bordi, notanish bola. "Dada, qaniymansan dadayman? Sen kim bo'lasan?" "Men birinchi xotinning o'g'liman."
hayron qolaman, birinchi xotin mana boshqa o'ylanmaganman. U bo'ldi, bu bo'ldi, Angorga olib keldi. Mazasi qochdi qoldi. Qaytay desa puli yo'q. Yerdan borib uy olay desa puli yo'q. Uyini 210 mingga sotdi. Bunga berdi, moshinam avariya qildi. Moshin avariya qilsa dadam aybdormi? Dadam to'lash kerakmisan begona odamga? Bitta odam baxtli inson yomon qilmasin, yashash haqqi bordir. Haqqi bor. Mana shu odam uylandi. Haqqi bormi shu xotin bola chaqasi? O'zi xotin ishatmaydi, zavodga ishga ketish o'sha normalniy odam yashashga haqqi bormi deb bor edi. Bor edi. Biz ham yashashga haqqimiz bormi bu yerda yo'qmi? Bor. Hamma narsa bor. Surxonda hamma narsa bor. Lekin dadam o'shanda yashashga haqqi bo'lgan, mol holi bo'lgan, hammasiga o'zi qaragan. O'zi qaragan, o'zi mollarni o'zi yaxshi ko'rgan. G'iybatni, sasan gap yuziga qarab aytgan bo'ldi. Yomon ko'rsang taniyman ko'r. Biz shunaqa tarbiya olganmiz. Yuziga qarab aytamiz, mayli garaymiz. Nima qilsang qil, yomon ko'rsang ko'r. O'shandan biz dadam bizga shunaqa tarbiya bergan, qonundan kirgan, jondan chiqadi. O'shanda gap. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Sandiq yasardi bo'sh vaqt. bu singillarimiz o'z qo'l mehnati bilan rizq topib yeydigan insonlar. Bu aytishimizdan maqsad qo'ldan kelgansa tepada aytib o'tgan hamma gapga qo'shilamiz. Kim bilib, kim bilmagan bo'lsa, sizlar eshitishingizni xohlaymiz. Qo'ldan kelsa mana shu oilaga yordam beraylik. Musofir ekan. Endi nechanchi yildan ko'chib kelgan musofir singlimiz shu yerda tug'ilgan mesni qolamiz, yashash sharoiti shunday. Kuzatuvchilarimiz, munosabat bildiringizlar, kommentariyangizda bitta repost qo'yingizlar, bizni videolarimizni tarqatib beringlar. Ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugun biz singillarimizga musofir mehmonmiz. Shuni eshitib keldik. Dilbarxonga, onasiga, singlisiga o'z qo'llarim bilan ovqat berib, birgalikda dasturxonda taomlanaman. To'g'rimi Dilbarxon? 5 talang. Qozoni yo'q ekan, gaz baloni yo'q ekan, gaz kelmagan ekan. Qozoni ham kastrulka ekan. Kelingizlar. Faqat suv. Oy, Ey. mana bizni Shesa yo'q, faqat suv. qozonimiz. Ha, xo'p. Suv. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz go'sht yeymiz. Bu singillarimiz suv qaynatyapti. Qozoni mana shu. Mana Bunda qarang. shesa yo'q. Ozgina go'sht bilan kartoshka o'zlarining mehnati bilan olgan. Biz qornimiz to'q, but yursa-yu, lekin bular och yursa bizga to'g'ri kelmaydi. Bitta qishloqda bitta kambag'al bo'lsa, kambag'alning haqqi boyning dunyosida haqqi bor. Esdan chiqarmaysizlar, hurmatli kuzatuvchilarim. Bor ekan. O'shaning uchun men Surxondaryodan eshitib, Surxondaryoda mana shu blogerlar qo'yib kelayotgan blogerni kuzatib, men shu eminni shu ona bolalarni ko'rmoqchi edim. O'z qo'llarimdan bir chiroyli qilib Surxondaryocha kartoshka qovurib bermoqchiman. Ketdik, bizni kuzatishda davom eting. Mana shu idishlari, qozonlari mana shular ekan. Qo'ldan kelsa kelib ehson bersalaringiz, o qanday bir ajoyib. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana oshxonasi. Qani qochib, ban. Yulduzxonim olib kelgan devonlari. Nenta. Mana shu yerga endi yerga o'tirib kartoshkalar yeganaga e'tibor qilgan holda birgalikda qo'l bola Surxondaryocha kartoshka qovurib beraman. Ketdi. Olib keling qani singlim. Nimaga? Bu yoqqacha. Kartoshka soling, Ko'pachani. pichoq olib keling, Ko'pachani olib qo'y. suv olib Ne, keling. ko'pa divanga to'shab qo'y. Onangiz bormi yo'qmi? Yo'q, qayeri o'zim ochib oldim o'tirsangiz bo'ldi. Susongda, shoshmang, olmay turing. Bunga suv bormi? Bor, hozir. Suv olib keling. Hozir. Hurmatli kuzatuvchilarim, mana men Surxondaryocha Endi shuni aytmoqchi edim. kartoshka ochib bermoqchiman. Bering o'zim ochayman. Mana Hurmatingiz bor. mana ko'rdingizmi? Bizning Surxondaryoning qizlari qanday? Hali ham g'urur ketmagan. Mana kartoshka o'z qo'llarim bilan to'rg'ab kartoshka qovurib
yedirmoqchiman. Oxirigacha kuzating, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bir yashash sharoitlarini ko'ryapsizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu ikki qizni, chiroyli qizlarimizni, Surxondaryocha qizlarimizni onasiga qo'ldan kelgancha bir pensiya chiqarib berishga yordam beringizlar, mutasaddi idora rahbarlarimiz. Surxondaryoda mana shu yerda shu qizlarni Instagramda ko'rib, kuzatib, men shu yerga kelib, imini shu qizlarni o'z ko'zim bilan ko'rib ketyapman. O'shaning uchun o'zim Surxondaryocha qo'l bola kartoshkalarimiz shunday to'g'raymiz, archiymiz, yoqqa solamiz, jozillatib qovuramiz, keyin dasturxonga tortamiz, bir og'iz yeymiz. O'shanda sizlar kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yulduzxon, buni suvga solib archiyapsiz. Buni qayerda o'rgangansiz? Yoshing Moskvada o'rgangan, Moskvani ko'p ko'raman. Moskvada shunaqa qilishadi. Issiq suvga solishadi. Tez ko'cha, telefonda ham ko'raman, YouTube'da. Men YouTube borda o'shani ko'rib, shuni ko'rib olaman. Mana shu archishda bizni Surxondaryo xalqimiz ham suvga soladi kartoshkani. Ham sababi kartoshkani tozaligi, gigiyenasiga e'tibor qilgan holda po'sti bizni tilimizda po'sti yaxshi archiladi, hurmatli kuzatuvchilar. Chunki bu hozir olgan kashka, yengkachka bu. Yengkachka tez archiladi, eski ancha emas, yeng tez archiladi. Yangi kartoshka yuzi tezroq shilinadi. Eski kartoshka bo'lsa, pichoq bilan Dunyoda bir qabatini olasiz. Bu qizil kachka. U ko'ryapsizmi, hurmatli kuzatuvchilarimiz? Endi bizning kartoshkamiz tayyor bo'ldi. Endi to'rg'aymiz. Yuqori qilish sababi kartoshka yaxshi pishadi. Qizigan moyga bitta tashlaymiz. Zo'r joz etib kartoshkamiz tayyor. Bir og'iz olamiz, maza qilamiz. Mana shu qizlarga bozordan xarid qilib, birinchi kartoshkalarimiz Surxondaryoda pishadi. Surxondaryoning kartoshkasi. Keyingi Qashqadaryo, viloyat bo'lib kartoshkalarimiz pishib kelaveradi. Ekvator chizig'iga Surxondaryo yaqin. Kayfiyatlaringiz yaxshimi, singillarim? Xudoga shukr. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu singillarimizga shu yoshlikdan o'sgan Surxondaryoning raqamini so'raymiz. Qani bilarmikin, yo'qmikin? Avtomobil mashinalarining raqam nomeri boshidan qanday boshlanadi? 07 bo'lishi mumkin. Yana 07-77 bo'ladi. 07-78 bo'ladi. 07-79 bo'ladi. Raqamning boshidagi nomer har bitta viloyatni ko'rsatib qo'ygan. DA 07 224. Boshidagi nomer. Boshida. Sizlarga imkoniyat beraman, 7 beraman. Boshidagi nomer. Yo'q, ayta olmadim. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kommentariyada yozib ketingizlar. Surxondaryoning raqami 7. Keyingi raqami nima ekan kommentariyada yozib ketasizlar. Bizning singillarimiz surxondaryolik tug'ilib Toshkentda tug'ilgan, Surxondaryoda tug'ilgan. Surxondaryoda Angora tug'ilganman, Tuskonda kattaman. Surxondaryoda Tuskonda kattaman. Lekin bizning avtomobil raqamimizni bilmayapti. Sababi Toshkentda kattargan bular. Yashash uchun mehnat qilgan. Mana kartoshkalarimiz tayyor bo'lyapti hozir. Bitta yog'ni solamiz, jozillatib bitta dasturxonda bilab o'tirib singillarimiz bilan Surxondaryodan kelib Toshkentcha kartoshka qovurib yeymiz. Tayyor bo'ldimi singil? Tappa tayyor. Mana tappa tayyor kartoshkalarimiz to'g'ralgan tayyor. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana shunday idishlarni sizlar nimaga ishlatgan bo'lar edingiz? Ko'ryapsizmi? Bu idishlarda o'zlaringiz bilasizlar, munosabat bildirasizlar. Lekin singillarimiz har bitta narsani qadriga yetgan holda chiroyli qilib ishlatar ekan. Kimnidir uyida qanday idishlar qanday ishlatadi, gigiyenaga e'tibor qiladi. Mana singillarimiz iloji yo'q shunday yashashga harakat qilyapti. Joni bor, yuragi uryapti, yashashga harakat qilyapti. Davay. Mana qo'lim bilan dedim, hurmatli kuzatuvchilar, mana yog'imiz, qozonimiz, mana tuzimiz. Biz Surxondaryoda qornimiz ochsa, o'zimiz
ovqat qilib yeyishga harakat qilamiz. Onalarimizga bu vaqtini olmaslik, bir chiroyli bir onalarning charchog'ini chiqarish uchun. Ha deb faqat ona ovqat qilib bering demaymiz. Biz Surxondaryoga hammamiz ovqat qilishni bilamiz. Kes singillar. Yuring. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana qozonimizni qo'ydik. Yog'imizni solamiz. Paxta yog'i sol bo'lasiz faqat. Ha? Paxta yog'i. Mana paxta yog'i kartoshka shirin chiqadi. Biz shoshmang. Hozir Paxta yog'i solamiz. Keyin yog' qoladi buning. O'z qo'llarim bilan singillarimizga kartoshka qovurib beraman. Ket. Endi o'tinni yaxshilab yoqamiz. Yoq qizim. Tagiga o'tin yoqing. Qizlarimizga hurmati bor. Mana shu o'tinlarni qo'llarim sindirib keldi. O'sha yerga kuchim yetmadi, mayli qizlarimizni hurmati bor mana. O'tinlarimizni endi o'zim solib beraman. Ayollarimizni ag'baylab asraylik. shari qochib tur. Qoch. Qanaqa? Hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'z qo'llarim bilan kartoshka qovurib beraman. Surxondaryocha. Dilbar, bu kuchuk qanaqa itni bo'lasiz? Bu tisha bo'ri tug'ib tashlab ketgan nargi uyda. Buni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Gapni oladi bu. Men qayoqqa bo'lsam, bo'lam shu yoqqa. Aytganini qiladi. O'tirsam o'tiradi, lekin inson qo'rqadi. Tishlaydi deb. Tishlaydi deb. Biz qo'rqmang, silavering. Tisha bo'rining bolasi bu. Itga o'xshaydi, lekin tisha bo'ri. Hayvonda baribir. Bari seskanadi odam. Kechir. Qo'rqmang. Iskaydi, undan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, nima deydi? Jonli qo'g'irchoq deydimi? Yulduzxon, siz jonli qo'g'irchog'ingiz bilan. Jonli qo'g'irchoq. Lekin uni o'rtoqlari so'kib, kecha soat 2 gacha tinmaydi. O'rtoq kelaveradi, ketaveradi. Buni ham oshnasi ko'p. Shundaymi? Xitri? Tam vaqti soat 2 dan onam turg'izadi. Voy. Uyqu yo'q smena. Bu bizning nollikka inspektor gayi. Kim keladi, kim ketadi, faqat pasport tekshirmaydi, shundaymi? Pasport ham tekshirib turadi gohida. Ma'lum qo'ymaydi, kimsan deb. Ma'bada hujjat kerak emasmi bu? Gohida profilni kuzatingizlar. Muzikaga ham o'ynang. Yulduzxon bilan. Xohlaysizmi o'ynataman? Tur, o'yna. Kel. Kel. Yo'q, o'ynamayman. Bitta kartoshka maydasini taylab ko'ring. Joz yetar. Yoqavering. Xo'p. Jozlamadimi? Yo'q, hali uncha jozlamadi. Mana o'tirdim yoniga, o'tir. Suril. Sig'mayapman, suril. Yo'q, bo'ldi. Nima qilay? Yotay. Kuchingiz ismi nima? Hozircha ism Chanka. Aqlli ekan-a, Yulduzxon? Ko'p yuguradi. Quyon bo'lsa pishada qo'ymaydi. Agar quyon bo'lsa bilmayman. Quyon chap bersa kerak. Yo'lbarska bilan. Yaqinda pishamiz tug'di. 3 ta bolasi silovsidan paydo bo'lgan. Yana 2 tasi uy mushugidan. 3 tasi yovvoyi mushuk, 2 tasi uy mushuk. Shu mushukning bolalari. Itingiz bu aytganini qiladi. Endi o'yna desa o'ynaydi, aytgani qiladi albatta. Ko'ryapsizmi? Aqlli ekan. O'yna desa o'ynaydi ekan muzikaga. Kichkina kelgan vaqti kichkina narsa edi. Onamni qo'yniga yota kattarib ketdi. Bir kunga vaqtimizni ajratdik. Yashash sharoitini o'rganyapmiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hayvoni, pishagi, hovlisi, bu hovlilarga mehnat qilish kerak. Hovlilar suv keladimi? Suv bo'lgandan so'ng ishlatamiz, kanaldan tashlaymiz. Ishlatasiz. Nima ekasizlar hovliga? Nasib qilsa endi onam o'rgatyapti. Agorod saniki, davlat ishi bo'lmasa agoroddan foyda ol. Xuddi bobang kabi deb
Surxondaryolarga Ha. o'xshamaydi o'sha огородdan. Shu yerlarga ko'katlar ekib, zelenlar ekib, Albatta. yerlarni tozalab, toshlarni tozalab, ekib, zelenlar shaharlarga solsangiz yaxshi pul bo'ladi, Yulduzxon. Avval o'zimiz yeb to'yaylik, keyin Ha, ko'ramiz. ha, 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 ha. Shuni Shavkat Mirziyoyev Ha. aytgandek, огород oylar, gektarlar deb. Men Hmm. olmoqchi edim, mana shuni evlagin, shundan xulosa qilgan keyin sekin bo'ladi deb aytgan. Tovuqlaringiz yo'q, ha? Tovuq bor edi, shoxolmi nimadir o'g'irlab ketadi tovuq qilsa. Qo'y qilsa ham kimdir o'g'irlaydi bilmaymiz nimaligini. Itmi, iblismi bilib bo'lmaydi. Nimada o'g'irlab ketadi mol qo'ysa. O'g'irlash sababi endi ayol kishi bor joyda erkak kishi bo'lmasa, endi u yerni o'zingiz tushunasiz, hurmatli kuzatuvchilar. Lekin bu qishloqda nimagadir gaz o'tmayapti, tushunmayapman. Portlaydi deyishadi. Gaz nimaga o'tmayapti? Toshkent deymiz. Biz yashab kelyapmiz. Gaz yo'q. Nima uchun Shoshma. gaz yo'q? Hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz yog'imiz qizidi, kartoshka tashlaymiz, ketdik. Shoshmang, Yulduzxon. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizni yog'imiz qizidi. Ayol kishi sifatida Yulduzxonga beraman, kartoshkani tashlaydi, men o'zim urgatib turaman. Oling, Yulduzxon. Kartoshkani tashlang. Changallab, joy darajasiga. Tashlang. Changallab tashlang. Ha, tashlang. Bu shoshilmang. Tashlang. Tashlang. La'nati. Shoshilmang. Idishni menga bering. Yo, totobda ichidan qoldi. Shoshmang. Hammasini tashlash kerak. Ha, tashlaysiz. Menga bering idishni. Qoshiqni bering. Qoshiqni olasizlar. Aylantirasiz, qovurilaveradi. Mana men idishni oldim. Singlimizga Surxondaryocha kartoshka qovurishni o'rgatyapman. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsizlarmi? Qizlarimiz kartoshka qovurishda bo'ladi. Shoshmang. Yo'llang. Kutib turing. Yulduzxon. Tursin. Kartoshkani uvol qilishni ham o'zi bo'lmaydi. Bu kartoshka mehnat teri bilan chiqadi. Dehqonlar teri bilan pishiradi. Ekadi, tekadi. Bu kartoshka uvol qilsa bo'lmaydi. Ko'rdingizmi, hurmatli Yuvib kuzatuvchi? tozalab men sovaman. Ko'ringlar mana kartoshkani uvol qilmanglar. Shuncha narsa tushib ketyapti uvol. Kartoshkalar uvol bo'lib ketyapti. Ko'ringlar mana. Men uvol qilgan narsani yomon ko'raman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rdingizmi, yerga tushgan kartoshkani yuvib, bir dona nonni ushog'ini, bitta podshog'imiz yetgan non ushog'i tushgan nonni ushog'ini o'sha yerda topolmagan. O'sha yerda aylantirib agrejina qilganda, mana shu yerda nonning ushog'i tushgan deb katta agrejina qilib karvon yurishda davom etgan. O'shandayin mana singlimiz, qarang, ko'ryapsizmi, qanchalik aqli yetyapti. Kartoshka tushib ketdi, yuvib, halol bu. Yuvib, olib kelib kartoshkani tashlayapti. Yulduzxon, aralashtiring. Shoshilmay aralashtiring. Yulduzxon kartoshka qovurganmisiz oldin? Qilganman. Ha, 16 yoshda ovqat qilib o'rganganman. 16 yoshingizda. Yulduzxon, nimaga? Sizlarda men kommentariyalarda o'qib, bloglarda ko'rganimda yuvmaysizlar ekan. Sababi nima? Endi uni opam ko'pincha shunday qiladi. Men unaqa emasman. Ha, siz unaqa emassiz. Opangiz Ko'pincha faqat shunaqa. vlajniy salfetkalarda men yuvinaman deydi. Endi sharoit, upash sharoitimiz bor, xudoga shukr. Upash sharoit bo'lmagan, imkon bo'lmagan. Upash sog'ib bo'lgan, hozir issiq-ku. Ha, o'sha vaqtda imkon bo'lmagan, sovuq bo'lganning hisobiga vlajniy salfetkalar bilan opasi vlajniy salfetkalar badanlarini yuvib chiqqan. Yuvmasligi sababi o'sha bo'ladi. Blogda ko'rgan bo'lsalaringiz, Instagramda ko'rgan bo'lsalaringiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana kartoshkalarimiz pishyapti. Mana tushgan shu kartoshkadan men mana singillar qator kibrni sindirish kerak-ku. Kibr yo'q narsa, kibr bor. Kibrlanmay, hurmatli kuzatuvchilar. Shu kartoshkasidan birgalikda o'tirib dasturxondan men shu singillarni choy ichaman. Hammamiz banda. To'g'rimi, yo'qmi? Men 5-6 ta men So'g'lishkada Oktyabrda musulxona qarayman-da. Nonni oshatdi, magazin liposh buxonga olib chiqib tashladim. Nima uchun? Ha, bitta liposhga hozir 5 ming, to'g'rimi? Ikkitasi 10 ming bo'ladi.
2,5-3 ming buxankangiz donasi, to'g'rimi? Olasizlar-da, magazin olib chiqib musib tashlaysizlar. Domni orasida qo'y boqadigan odamlar yuradi, fermalar. Olib shularga berib olsa, molga beradi, molni xudodan so'rasang bo'ladi-yu. Shunaqa shartmi обязательно obunachilar? Buxonka olasizlar, musib tashlaysizlar. Xo'p, musib tashlagandan ko'ra molga bersang, mol yesa yo xursand bo'lmaysanlarmi? Chumchimasin ezginda bir chekka tashlasang, kelib chumchini yeydi. Nimaga? Xudodan so'raydi. Ey Alloh, mana shu banda menga non berdi. Shu bandamdan mendan so'ra, rizq so'ra deb aytadi. Bunaqa qilmanglar. Navoiychilar ham uyqusirib kecha soat 1-2 da Navoiy ham uyqusirib non yopadi, xamir qiladi. 2-3 ta non yopadi, xalqimga non bo'lsin deb. Sizlar biz tayyor non olasizlar-da, mustarahlatga tashlaysizlar. Unaqa qilmanglar. Unaqa mumkin emas. Axir bu Xudoning bergan rizqi. Navoiy kechasi turib non yopadi. Shu xalqimga non bo'lsin. 5 ming, 3 tasi 10 ming non olib kelaman. 3 kun 4 kun yeyman shu nonni. Yig'layman keyin, non ko'zimga suraman. Allohim shu non berganingga rahmat deb. Sababsiz non olsin, musir chiqib tashlaysizlar. Unaqa bo'lmaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ichimlik suvini mana shu kanaldan olar ekan, Chirchiq shahrida. Kanalning oti nima? Kelis kanali bu. Kelis kanalidan suv ichar ekan. Mana qarang. Bunda men tushsam, menimcha dumalab tushib ketaman. Suv muzdaymi? Yulduzxon, suv muzday. Bu kim bilsa chimyondan keladigan suvlar bir tushsangiz oyoqlaringiz tomir tortib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Mana shu qizlarimiz suv olib chiqar ekan. Lekin men tusha olmayman. Men tushib ketsam, men chiqarish qiyin menimcha. Yulduzxon suv olib chiqing qani. Qaraysiz, hurmatli kuzatuvchilar. Obaylang. Tushib ketsa agar men izidan tashlayman. Yulduzxon, tushib ketsangiz men izingizdan tashlayman. Men borman, akangiz bor. Surxondaryodan kelganman. Mana shu singillarimizni hurmat uchun qarang. Qarang. Aqlli bosh hamisha qaytmaydi. Ko'ryapsizmi? Vazn tepa orqaga tashilyapti, orqaga qarab chiqyapti. Agar oldiga chiqsangiz, oyoq qayriladi. Tikka yurolmaysiz. Orqa bilan yursangiz, ajoyib, ketdik. O'rtoqlar, hozir men ichimdagi hamma narsani aytib olmoqchi edim, chunki negativ. Instagramda ko'p ko'ryapman, Yulduz, sizlarga negativ ko'p yozilyapti. O'shaning uchun bitta javob bermoqchiman. O'rtoqlar, yulduzlar masalan nimaga cho'milmaydi yo bo'lmasa Dilbar nimaga cho'milmaydi deb ko'pchilik yozayotgan ekan. Birinchi bo'lib eng ko'p komment mana shunaqa yozilyapti ekan. Buni sababi o'rtoqlar, bular Surxondaryodan ko'chib kelgan, to'g'rimi Yulduz? Surxondaryodan ko'chib kelgan vaqtida Surxondaryodagi uylarni sotgansizlar, to'g'rimi? Surxondaryodagi uyni sotgandan keyin bu yoqdan Chirchiqdan yerni o'zini olishgan. Yerni o'zini olgansizlar, to'g'rimi? Men bitta bu yerda uyi bo'lmagan, keyin adasi bu yoqqa kelib endi uyni ko'taramiz deyotgan vaqtida adasini naryoqdan qarzi bo'lganmi, nimadir bo'lgan. Keyin kelib adasi bu yoqqa kelib vafot etib qolganlar. Shunaqami? Vafot etganlaridan keyin o'rtoqlar qo'lidagi pulini ham adalarini Surxondaryodagi uyi sotilgandagi pulini olib Surxondaryoga olib ketib qolgan. Keyin Yulduz, Dilbar, keyin onalari Zuhra xolalar ko'chada qolib ketishgan. Ya'ni faqat yerni o'zi bo'lgan. Bu yoqqa endi ko'chib kelgan bo'lgan. Bu yoqda hech kimni tanimaydi, qayerda ishlaylik desa ish joylarini bilmagan, nima qilishni bilmasdan, bu Chirchig'ni bilmagan o'rtoqlar. Shunga o'rtoqlar keyin bu yoqda bular necha yil ko'chada qolib ketgansizlar Yulduz? Bu yoqda 2003-yildan beri bo'lsa, hisoblasanglar 26-yil bo'lsa, hozir 23 yildan beri o'rtoqlar 23 yil tasavvur qilsanglar, o'rtoqlar ko'chada yashashchi. Uylar yo'q, prosta palatkada qishki kunlari o'rtoqlar tasavvur qilinglar, qanaqa darajada qor, yomg'irlar bo'lgan o'rtoqlar 23 yil ko'chada yashashni o'zingizlar bitta tasavvur qilib ko'ringlar. Shunaqa qiynalgan bular endi qiynalgan, masalan, bular ham oddiy odam bo'lgan, bizga o'xshagan. Bu yoqqa kelgandan keyin 23 yil masalan adalar o'tib qolgandan keyin bilasizlar, sal psixologik travma bo'ladi. Travma bo'lgan, puli bo'lmagan, keyin boshqa joyga ishga olishmagan.
pasportlari bo'lmagan o'rtoqlar, keyin shuning uchun o'rtoqlar mana shunaqa sharoitda shuning uchun o'rtoqlar shunaqa 23 yil cho'milmasdan masalan cho'milishga sharoit ham bo'lmaganda o'rtoqlar u joyda cho'milinglar desanglar, masalan kim o'zini hozir yulduz masalan keling men uyingizga borib bitta cho'miling desa kim kiritadi? Ko'chada yurgan, baklashka terib yurgan odamni o'rtoqlar sizlar uyingizga kelib dushingizga kirgizib cho'miltirarmi deylar. Bitta savolda o'sha narsani sizlar fikrlashinglarni sal o'zgartiringlar degan maqsadda bu videoni olyapman o'rtoqlar. Aytmasam bo'lmasada o'shaning uchun bular 23 yil ko'chada yashagani uchun shunaqa sharoitda yashagani uchun shu ahvolga tushib qolgan o'rtoqlar. Biz nimaga yordam beryapmiz? Biz nimaga yordam beryapmiz o'rtoqlar? Yulduz bilan Dilbarlarni masalan ishga joylashtirishimiz kerak. Agar ishga joylashtirsak, ko'p joylarga ko'rdik, birinchi navbatda bularga aytishyapti, cho'milib kelinglar deyapti. Cho'milinglar desa Dilbarlar yo'q deyapti. Chunki o'zingizlar bilasizlar 23 yil shunaqa sharoitda yashagandan keyin o'zgarishi qiyin bo'ladi. Chunki salonga olib borganimizda Yulduz Dilbar o'zini hushidan ketganga soatda cho'milmayman deb bahona qilyapti o'rtoqlar. Ishga masalan olishmayapti. Chunki Dilbarlarni o'rtoqlar masalan kim masalan posuda mo'ka bo'lsa qo'lida yuvilgan o'sha Dilbar yuvgan posudadan kim ovqat yegisi keladi? Hech kim yegisi kelmaydi o'rtoqlar. Yo bo'lmasa do'koninglar bo'yicha sotuvchi bo'lsa ham masalan muomala qilolmaydi. To'g'rimi Yulduz? Muomala qilolmaydi-da odam bilan gaplashishi. Nimaga bizni video olyapmiz o'rtoqlar? Mana eng glavniysi o'rtoqlar, bular masalan to'g'ri xato gapiryapti hozir. Mayli, zato gapiryapti o'rtoqlar. Sekin-sekin o'rganadi. Bittada odam tug'ilganda siraz yugurib ketmaydi-yu, bitta emaylaydi, bir turishni o'rganadi, keyin yuradi, sekin-sekin yiqilib bo'ladi. O'shaning uchun biz videoga olib chiqayotgan sababi mayli xato gapirsa ham o'rtoqlar gapirsin, zato keyin gapirganidan keyin o'zgaradi o'rtoqlar. Voy, men bu yerda xato gapiribman. Yo, men bu yerda xato gapirgan ekanman, endi to'g'rilashim kerak. Sekin-sekin o'rtoqlar bularni ham o'zgartirsa bo'ladi-da. Masalan, o'rtoqlar, bular oldin normal odam bo'lishgan. Просто 23 yil sizlar ham tasavvur qilishingiz kerak-da, o'rtoqlar. 23 yil qiyinchilikda yashagani uchun shunaqa bo'lib qolishgan. O'shaning uchun o'rtoqlar, biz etapma-etap bularga yordam bermoqchimiz, o'rtoqlar. O'shaning uchun kommentariyada unaqangi u yoqdan bu yoqdan so'kib, bunaqa bizga anaqa qilmanglar, heyterlik qilmanglar o'rtoqlar. Iltimos sizlardan o'shaning uchun o'rtoqlar, undan ko'ra poddeshka qilinglar o'rtoqlar. Mana yulduzlarni, Dilbarlarni biz qo'limizdan kelgancha o'zgartirmoqchimiz. O'shaning uchun yordam berib, nabori Dilbar bilan Yulduzga, "Davay, gazuy" anaqa nima deydi? Davay o'zgarasizlar deb u yoq bu yoqsa ishga joylashtirsak bo'ldi. Shu bilan keyin bular hayotda shu bilan sekin bir tekisda mayli 2-3 millionga kirsa ham o'rtoqlar, Dilbar bilan Yulduz ishlasa, ona ishlamasa ham bitta oilani boqsa bo'ladi-da. Undan keyin sekin o'zgaradi hayoti. To'g'ri gapirish uchun biz video olamiz. Xato gapirsa ham to'g'ri gapirsin deb o'rtoqlar. O'shaning uchun men o'ylab qoldim-da o'rtada o'rtoqlar, ko'p heyt bo'lgani uchun Dilbar bilan Yulduzni videoga olib chiqmay bo'ldi deb. Kim bitta narsani o'yladim, bitta aka menga aytdi, qara dedi, sen o'zing uchun prav bo'lsang bo'ldi dedi. Nima qilasan deyapti-da, aniq qilmasdan. Nima uchun men bu yerda pravligim aytib o'tyapman o'rtoqlar? Chunki bularni o'zgartirishim kerak. Agar qaranglar, bitta odam o'lyapti-da, men doktorman-da masalan. Bular puli yo'q. Anaqa Gipokrant qasami ichilgan-u. O'shaning uchun o'rtoqlar, masalan, men ham blogerman, bularni olib chiqib o'zgartirmoqchiman-da o'rtoqlar. Masalan, proyektda bu bizlarga u yoq bu yoq deysizlar, heyt yozasizlar o'rtoqlar. O'rtada bir o'ylab qoldim, tugatib yuborsammikan? Yo'q o'rtoqlar, tugatmayman. Chunki sababi o'rtoqlar, o'layotgan odamga bo'ldi sen o'lasan deb masalan lecheniya qilmasdan ketib qolmaysizlar, tashlab ketmaysizlar, yordam berib ko'rasizlar. Birinchi men ham xuddi shunaqa qilib yordam berib ko'rmoqchiman o'rtoqlar. Xulosa o'zingizlardan o'rtoqlar, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Chanqab ketdim. Karantin yuribdi. Qo'y. Oshqozon oldida davom etasiz, sovuq suv ichmadi. Hozir ochib olaman. Yana choy ich. Hozir. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizning hayvonimiz ham shu paqirdan, satildan Surxondaryoga suv ichar ekan. Ko'ryapsizmi? Aqlli it. O'zi uchun. Lekin hayvon
qozonni boshiga 7 metr yaqinlashsa qozon harom bo'ladi. Bilasizlar? Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Etga qancha mehr bersa, o'shancha mehr olasiz. Mehr olasiz. Et chelasi o'sha itgancha masho chelasi suv ichdimi? Ha. O'sha chelasi suvni men o'zim ichaman. O'zingiz, mana shundan. Etda oz harom deyshadi. Lekin odamzod harom, lekin men uchun toza. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, singlimning savoliga kommentariy yozib ketingizlar. Hamma aytadi, it harom deydi. Halol, harom deydi. Lekin buzov sigir satidan suv ichganda Zoyka amma sigir ichgan suvni olib kelib berardi menga. Nimaga? Kostovo yo'q. Nimaga? Sigir to'g'ri harom emas. Chunki sutni ichamiz, mana qoli ola sigir manda yelim bo'lsa, sut. Tomoq og'riganda ichsak bir xildan bo'lsa ham issiqqina. Yulduzxon ketdik. Kartoshkamiz pishdi, Surxondaryochi. Suzamiz ham. Yulduzxon, ushlagich bormi? Ushlagich biz topamiz, ushlagich bo'lmasa. Yezilib ketadi bu. Suzish kerakmi? Bu yerga chiqaring. Buni bu yerga chiqaring. Yo'q. Yo'q, to'xtab turing. Qo'limiz kuyadi. Kuysa shu paytgacha qolimiz kuygan. Qo'lingiz kuyadi Yulduz. Latta qani, uni latta ko'paydi. Ikkita tunikani oling, ana. Tunikani ana u tepaga qo'ying. Shoshilmang. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bismillah. Mana endi qiz bola sifatida Yulduzxonga beramiz, o'zi suzadi. Yog'ini siriqtirib, kartoshkamiz suzib oladi. Bo'ldimi? Ha, shoshilmang. Kartoshkamiz endi saligina yuqa to'rg'aganimiz sababli ozgina yezilib ketdi. Agar yuqa kashkishni to'g'rasa, tez pishadi, ham shirin bo'ladi, ham ta'mi yaxshi bo'ladi. Lekin shirin bo'ladi. Kimdir sifatli qilib, chiroyli qilib pishirgisi keladi, lekin bizda Surxondaryocha yezilib pishsa tuzlari o'ziga olib, sho'rtak bo'ladi. Sho'r bo'ladi. Mazza qilib taomlanasiz. Yulduzxon shipulating. Xola bugun 9-may. Shu qadrlashda 2 dona pomidor. Biz ham bekorga kelganimiz yo'q. Shu sizni ana nima deydi? Xotiralab keldik. 9-may xotira va xotiralash kuni. Kelganlaring uchun rahmat. O'zim Hurmatini joyiga qo'yasizlar, Allohning kelgani uchun rahmat. O'yim doim sizlar uchun ochiq. Ukaga ham rahmat, Jarqo'rg'ondan izlab kelibdi meni. Telefonchiga ham rahmat, senga ham rahmat. Yulduz qizimga ham rahmat. Hammaga rahmat aytaman. Qachon oxirgi marta mana shunaqa oila davrasida o'tiruvdingiz? Yangi yilda. Yangi yilga bir keldilaringda tonimadim, shu payt mazam qo'shib davlim ko'tarib o'tiruvdi, qo'lim og'rib, oyog'imdan qolsa. Biz Surxondaryocha ovqatlanamiz. Qo'l bilan nonni sindirib, hozir kurishdaman. Menga bering, nonni men sindiraman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana nonni sindirishimiz. Mana Surxondaryolik xolamiz, qizlari. Menga qarang, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Boymisiz, kambag'almisiz? Odam taptini oladi. Tapti nima? Keldik, xursand bo'ldingizmi xola? 9-may xotira va xotiralash kuni. Biz yuzaki syomka qilish emas maqsad. Mana shu onamizdan yetim boqsang og'zi burning yog' bo'lur. Yo'q, yetim qo'zi boqsang og'zi burning yog' bo'lur. Mana onamiz turmush o'rtog'idan qolgan ekan. Bularning duosi mustajab, hurmatli kuzatuvchilar. Kibiring boring. Shunday oddiy oilalarga, shunday qo'li kalta oilalarga yordam beringizlar. Mana dasturxonida bila o'tirib, Xudoyim rizqimni mana shu yerdan ekan. Surxondaryodan kelib, kartoshka qovurib berib, qizlarima, xolajonimga o'z qo'llarimdan ko'rdingiz, a? Kartoshka qovurib berib, birgalikda taomlanamiz. Kibrlamang, bari o'lasiz ketasiz.
hamma bitta go'rga kirar. Lishni dunyongizda olib ketolmaysiz. To'g'rimi, xolajon? Mana, yo bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin. Mana, qizlarim o'ng'at. Xolajonim, boshlang. Birinchi sizdan bo'lsin aka. Mana, men mehmon ekanman. Mehmon kelar eshikdan, rizq kelar teshikdan deydimi? Yo bismillahirrohmanirrohim. Yo, mana anaqam bor. Allergiyam bor. Dieta qilyapman kartoshka. Oling xolajon. Oling qizlarim. Olingizlar. Meni kelishimga xursandmisizlar? Semirib ketyapman. Surxondaryodan Diyomam yoki qishloqdoshim yoki viloyatdoshim keldi deb sizlarni men Instagramda kuzatib keldim. Demak, siz otangiz, meni otam bilan Do'st, o'zi odamzod ikkita odamdan yaralgan. Odam ota, mama havo. Kibrlarni qayerga boramiz? Hech qayerga bormaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'ryapsizmi? Choynagiga qarang, kosasiga qarang, tarelkasiga qarang, yashash sharoitiga qarang. Ana shunday joylarda ko'proq izlasangiz sizlarga ham Xudo beradi. Ehson qilingizlar, ehson qilingizlar. Ehson. gapira qolib qo'y. Mana. Gapira qol. Kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi. Kommentariy yozib ketavering. Alloh bor tepada. Faqat Xudo hayvonga til bersa, odam gapirish shart bo'lsa kerak. Aka, bizani mana choyimiz. O, Ko'ring, achchiq uchun choy ichamiz bizlar. achchiq. Surxondaryoda faqat ko'k choy ichadi. Bu yerda faqat Toshkentlarda qora choy ichadigan. Endi ta'mini tortib ko'ramiz, choy qanday. Ko'k choy bo'lsa achchiq bo'ladi, maza qiladi ko'k choyni, muzdek qiladi odam. Lekin qora choyning sababi nima? Issiq qiladimi? Ham boshda oladi. Ha. Yo bismillah. Oh. Nima uchun biz qora choy ichamiz? Qora choy ham odam terlatadi, ham bosh og'rigan qoldiradi. Masalan, ishdan kelaman kunlikda, Ya. telefon qilib, ona bitta achchiqni choy qo'ying, kelaman choy ter. Ha. Achchiq choy ichaman-da, keyin birpas davom ishim qilib boshlayman. Bosh og'riganda, masalan, oyda oxir bo'ladimi? Janjal urush qilgisi keladi. Choy ichasiz, bosh taqa og'rigan. Men nima jan urush qilaman? Borsiz o'tindan. Ko'k choy ichmaysiz. Ko'k choy umuman ichmayman. Faqat qora choy. Faqat qora choy. Bizda Surxondaryoda faqat ko'k choy ichadi. Ko'k choy ichaman, lekin bitta narsa gunoh bor, dasomitli to'tga qarab chopaman. Bittasi ko'k choysi to't o'sha? siydiradi. Ha, A bu sidradi. qora choy ham qobig'ni tozalaydi, ham kuch bo'ladi. Kuch bo'ladi. Yulduzxonmi? Yulduzxon aytyapti. Zabardast. Xolajonim, oling. Mana, xolajonimni o'z qo'llarim bilan. Oling. Qaytarmang. Surxondaryodan ham. Ko'rdingizmi, hurmatli kuzatuvchilar? Qayerga borasiz? Hamma o'tadi, ketadi. Bizdan ham oldin o'tgan. Iskandarlar o'tgan. Amir Temur bobolarimiz o'tgan. Bizdan ham keyin o'tib ketadi, biz ham o'tib ketamiz. Kibrlanmang. Riyo qilmang. Hurmatli kuzatuvchilar, riyo qilmang yoki paloncha yoki shu Zokirboy shu ishni qilyapti demang. Endi mana shu o'tirib, mana ko'rpalarni ko'ryapsizlarmi? Toza ko'rpa, toza. Mana shu kibrni sindirish uchun manaqa shunaqa ayollarimizdan kelib, hal ahvol so'rasak, Xudo qalbga beradi, yurakka. Ming odam odamga aytaversin, yuzlab aytsin, foydasi Xudo beradi. Kuzatishda davom eting, hurmatli kuzatuvchilar. Davay ketdi. Men dadamning ismi O'ral Hoji bobo. Ona esa O'ra Hoji bobo. O'ral Hoji bobo. Ona mana hamcha turma, mabodo moy chiqarmaganmi Yo'q, gazavadan? moy chiqarmagan. Yo'q. Bizga kelib turaydi, SMS kelyapman, SMS man kichkina bo'lganman O'sha onam. paytda bo'lasin. Choyingizga rahmat. Endi onamizning turmush o'rtog'i bitta duo fatiha qilamiz. 9-may xotira va xotiralash kuni. Mana qizlarimiz ham ota dadasiga bir Qur'on tilovat qilib bering dedi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzâllin. Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad.
Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ilohi amin. Shu Qur'on Qur'on tilovatimiz o'tib ketgan odam alayhissalom, o'tib ketgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz oila a'zolariga, shu o'tib ketgan shayx mo'min musulmonlarga, shu Qur'on tilovatimizni momamizning, opamizning, singlimizning otasi, kuyoviga, turmush o'rtog'iga, dadalariga atadim Alloh. Shularning gunohlarini mag'firat qilgin, qabr azoblaridan saqlagin, joylarini jannatdan qilgin. Va sallallohu taala xayri xalqi Muhammadin ashabiga ajmain. Robbana atina fid dunya hasanat fil oxirat hasanat qina azabannar. Ilohomin Alloh savob samaralarni shu xolamizning turmush o'rtog'iga borsin. Rozimisiz? Alloh o'zing rozi bo'ling. Alloh dasturxonlaringiz yeniga bo'yiga o'sib, fayz barakali bo'lsin. Nasib bo'lsa shu xolamizdan pensiyaga chiqib, singillarimiz ham nasib bo'lsa baxtli taxtli qizlardan bo'lsin. Allohu akbar. Biz uchun kommentariya, like bosing. Riyo uchun emas. Fikr bildiring. Bo'ldi. Tog'a ko'rib turibsiz bu ishingizni. Siz harakat qiling. Eshigimga qadam bosgan insonlarga rahmat. Ikkita o'limga rahmat. Ikkita o'limga rahmat. Jarqo'rg'ondan uzab kelgan ekan. Pardaka qergasan amakijon. O'roq qassobni o'g'li Pardaka. Eshmat toshmat qaytasan. Ilohomin. Mana bu bilan ko'rishing Jarqo'rg'onga borib izlab topgan mana shu bandamdi. Mana banda mani izlab ketdi. Otasi bilan oshna bo'lganman, baliqchi, avchi bo'lganman xo'jayinim. Men bilmaganim mana izlab kelyapti sekin-sekin. Alloh jo'natdi bizni. Alloh Xudoyim bor ekan, qadamiga hasalom. Qadamiga kelibsan, xush kelibsan. Jarqo'rg'onlik insonim. Xush kelibsan. Mana ruhlaring ko'rib turgan bo'lsa dadasi, mana oshnangni ballari, chevara nevaralari keldi. Men uni ko'rganim yo'q, o'zing ko'rgansa ruhlaring shod bo'lsin dadasi. Mana keldi, ko'rdi. Bizda Tuskonga yashab yurgan payti bu kishi postga turgan ekan. Qaysi postga turganini uni endi o'zing bilasan. Ruhlaring shod bo'lsa, ruhlaring bilan esanama uyga olib borib qo'ygin. Iltimos qilaman. Mening bormaganimga mana ketdi bular. Ikkita o'limni ham ishini o'ngidan ketir. Topganing pul bo'lsin, yeganing qazon to'la ovqat bo'lsin, ona otangni boshiga sog' salomat o'ynab kulib yurgin balajonlar. Allohu akbar. O'rtoqlar, o'zinglar ko'rdinglar, videomizni qo'ydik. Fikr bildirib, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Uning uchun o'rtoqlar, birinchi o'chirda obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada shu akamizni, Surxondaryodan kelgan akamizni necha kiloligini kim topsa, o'sha odam bizani videomizda ishtirokchi bo'ladi.